Assalomu alaykum hamqishloqlar, obunachilarim, omonmisizlar? Sizlarga bir zo'r joyi bir obzorini qilib berayin. Bir yaxshi insonlardan yaxshi bir xonadon, fayzli xonadon sotuvga qo'yildi. Manzilni hozir oxirida sizlarga aytib o'taman. Akalar, mana shu uchastka. Shu yerga kirib kelyapmiz. Mana shu yerda juda bir yaxshi insonlar yashab, hozir endi boshqa joyga ko'chishgan. Shu yerlar endi sotuvga qo'yildi. Mana shu xonadonlar. Mana shu darvozadan bu yoqqa mana shu yergacha. Mana ko'cha hovlisi. Bu yerda yana bog' bor. Hozir bog'ini ham ko'rsataman sizlarga. Mana bu xonadonga kirdik. Mana xonadonning kirish joyi. Mana o'ng qo'limizda 3 ta xona bor. Xonalari sostoyaniyasi normalniy. Endi oldinroq qurilgani, lekin zax tortib, sho'r bosib, boshqa bo'lib ketgan emas. Hammasi zakonni kelib, bitta xo'jalik bemalol mazza qilib yashasa bo'ladigan joy. Mana bu yoqlari. Bu yerda hozir 2 yil, 3 yildan beri hech kim yashamayotganiga ozgina bir agarodlari avgor bo'lib qolgan. Uzumlari bor, mevalari bor. Xo'sh, mana bu yerda mana ayvon, mana bu yerda yana bitta xona, oshxonasi. Bu yerlarni hammasini bir sirimday oqlab, remontlab olsa, hammasi cho'tka bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda garajimiz. Mana shu nimani garaji. Mashina bemalol kelib, mana darvozaxonasi kirib kelsa bo'ladi. Men aytayapman, buni nimasiga qaramaysiz, mana xazon-xuzonda shamolda uchib kirib kelgan. Bu mana bu oshxonamiz. Xo'sh, oshxona mana oshxona o'chog'i bor. Mana shular juda skvaznak, zo'r joylar. Bu yerda bir sira o'zingizga moslab restavratsiya qilib olsangiz, zakonli joy bo'ladi. Xo'sh, endi eshigini hozir yopamiz. Hovli uchastka 11 sotik. 11 sotik. Men yana xonalarni sizlarga hozir ko'rsataman. Mana behi daraxtlari bor, anjir bor, olcha bor, uzum bor, xurmo daraxtlari bor bu yerda. Faqat bir yaxshi insonlar kelib mana shu yerda mazza qilib yashab nima qilsa, nima bo'lardi. Mana bu yerda eski uylari bordi, buzib tashalgan. Mana bu uylarning hammasi sostoyaniyasi zo'r. Kelib bemalol mana bu xonaga kiring. Mana bu xonaga kirsak, mana 5 ga 3 xona, mehroblari qadimgi stilda qurilgan tokchali uylar, lekin 1 gram zaxi yo'q, ko'rib turibsiz. Shuni devorlarni yana qaytadan restavratsiya qilib yashasa bo'laveradi. Xo'sh, mana bu xonadonimizning podvali, podvalga kirish joyi, pollari qoqilgan. Bu yerlarda ham bunday manzarali, mana ko'ryapsizku, naqshlari ham oldingi naqshlar, oldingi dizaynda qilingan. Oynalari bor, hamma narsasi bor. Pollari sho'r bo'lganda chirib ketgan bo'lardi. Zakonni holatda. Podvallari ham juda kattagina, zo'r holat. Yana shu yerga nima deydi? Mol boqaman, qo'y boqaman deyishga bu yerni tochkasi juda zo'rda. Territoriya polni yaylov. Mana yerda mana 10 metrlik molxonasi bor. Mana orqa tomonda ajratib qo'yilgan, mana zabordan bu yog'iga. Xo'sh. Zabordan bu yog'iga ajratib qo'yilgan. Tandirxona shu yerda, o'tinlarigacha bor. Kelib birinchi kim olsa, xudo xolasa mana shu tandirdan nonni yopib bizni chaqirishadi. Birga issiq nonni yeymiz. Bodom ko'chatlari ham bor. Mana yerda qo'yxona qilsangiz bo'ladi, hojatxonalari bor. Mana bu, mana 10 metrlik molxonamiz bor. Ichida xashagigacha bor. Mol qo'y boqaman deganlarga. Endi oyoq tagiga mana o'tlarga nima qilmaysiz? Chunki bu yerlar odam yashamaganligi uchun 2-3 yil nima bo'ladi. Mana molxonasi ham kattagina sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa, juda baquvvat qilib qurilgan. Xo'sh. Hovli 11 sotik. Hovlimiz 11 sotik. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda ancha narsa qilsa bo'ladi. Misol uchun molxona qilaman deganlarga, qo'yxona qilaman deganlarga, yo'q kelib mazza qilib yashayman deganlarga hozir atrofini ham ko'rsatamiz. Atrofini ko'rsatamiz. Sizlar o'zingizlar xushtor bo'lib qolasizlar. Eng glavnisi, kranda suv chiqadi bu yerda. Har kuni ertalab, kechqurun 2 soat, 3 soatlab
suv beradi. Mana yerda mana patologlari, tomlardan chakka, pakka, boshqa narsa o'tmaydi. Xo'sh. Ana bu burchakda mana kran kirib kelgan. O kranni ko'chadan, sentralni joydan yopib qo'yilgan. Bu egalari ish bilan bo'lib bu yerga kelishlari sal qiyin bo'lib ketgani uchun mana shunaqangi sal ozgina o't bosgan. Mana sizlarga ko'rsatib qo'ying. Boqqa chiqadigan eshik ham bor. Mana shu yerda mana suv ham keladi. Dala suvi ham keladi. Va sizlarga hozir boya ko'rsatgan darvozaxonamiz, garaj xonamizni mana tashqi tomonidan. Mana bu yerda yana shu hovliga qo'shilib sotiladigan dokumentlari 100% garantiyasi bilan 100% garantiyasi bilan mana shu yer, mana shu 9 sotik yerimiz shu hovliga qo'shilib sotiladi. Biz ekranga nomerlarni qo'yamiz, shu uy egasining nomerini. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, narx-navosini chiroylilab kelishib olsanglar bo'ladi. Juda qimmat ham emas, lekin yer katta, hovlilari, boshqalari zo'r. Mana yerga bodom ko'chatlarini mana shu yil bahorda ekilgan, mana ko'karib yotibdi. Nima dehqonchilik qilaman desangiz bo'laveradi. Mana bu boyaga bog' eshik, mana oshxonaning orqa tomoni. Xo'sh, shu yerdagi daraxtlar, mana shu o'riklar, mana bodomlar, ko'chadagi o'riklar hammasi shu xonadonga qaraydi. Chegarasi qayer deydigan bo'lsangiz, mana yer uje ajrab turibdi. Sarig'o o't bosib yotgan joydan bu yog'i shu 9 sotik joy shu yerda. Yuqoridan suv keladi. Mana bog'lar ham turibdi. Shu bog'lar ham yuqorisida o'ziga suv keladigan joylari bor. Shularni perov o'tishadi. Bu yerdan suv keladi mana aholiga. Hammasi sharoiti zo'r. Faqat odam shu yerda bo'lib qarov qilsa, bu yer jannat yer bo'ladi bir. Chiroyli hovli sotik bo'ladi. Mana shu hovlini hozir ekranga nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Buni manzili Xudoyberdiyev qishlog'iga kelganingizda 3-otdel desangiz ko'rsatishadi. Xo'sh, Samarqand Safxoz tomonga chiqib ketish yo'lda, bu yog'i Isparonga ketish yo'lda. Biz o'zimiz o'sha Xudoyberdiyevlar bu yerda Adir yer deymiz. Adir qishloq deymiz. Mana shu yerga kelishayapman. Hamma ko'chatlari ko'karib yotibdi. Bu oliy navli, nima deydi? Oddiy xashaka bodomlar emas. Faqat qarov kerak. Uy egalari ekishgan, lekin ish bilan bo'lib bu yerga qaytib kelisha olmadi. Shu uchun men sizlarga manzilni tushuntiraman. 3-otdel oxiriga kesaylar yo'l. Mana qaranglar, asfalt bo'lgan uni ustiga. Asfalt bo'lgan. Mana shu asfaltlari bilan. Mana shu ketayotgan mashina hozir 3-nimaga ketyapti? Samarqand Safxoz, Xitoy G'isavut tomonga qarab ketyapti. Mana yo'l asfalt bo'lib, o'sha qishloq tugagan joyda, yuqorisidan tugagan joydan kirib, kelib, manzil mana shu yerda. Birinchi uy, o'ng qo'ldagi. Xo'sh, yo'li bor. Har tomonlama yo'l bor, svet bor. Bitta bu yerda yo'q narsa, hali bu qishloqqa gaz kirib kelmagan xolos. Qolgan hamma narsa bor. Mana shu uyimizni sizlarga mana ko'rsatib chiqdik. Xo'sh, manzilni ham sizlarga aytib chiqdik. Narxini faqat uy egalari bilan gaplashasizlar. Shu ekranga qo'yilgan nomerlar bilan. Mana shu yerdan boshlab mana bu toshlar qo'shni olib kelib og'dargan. O'zinikida daraxtzori borligi uchun bular olishadi, territoriyani bo'shatib berishadi. Xo'sh. Mana shu yergacha 11 sotik joy uyi. Razmeri 9 sotik, yonidagi bog'chasini ham dokumenti bor, hammasini. Obshi 20 sotik yer mana shu yerda sotuvga qo'yilgan. Bu 3-otdelda. Birodarlar, albatta aloqaga chiqinglar. Like, obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta qayerdan sizga uy kerak bo'lsa, shu qishloqqa o'sha joyga aytsangiz, biz sizga sharoitini, boshqasini topib, albatta sizlarga tanishtirib boramiz.